Vladimir Putin tomonidan G'alaba bayrami arafasida sulh taklif qilingan edi. O'sha 8-dan 10-gacha sulh taklif qilingan. Mana oxirgi chiqqan xabar Vladimir Zelenskiy buni rad etibdi. Bu o'sha boyiga shubha gumonlarga bir qo'shilib ketyapti qandaydir. Vladimir Zelenskiy buni rad etgan va 30 kunni taklif qilgan. Agar 30 kun bo'lmasa 3 kun ham yo'q degan. Bundan keyin savol kelib chiqadi. Biz bilamiz G'alaba bayramida ancha-muncha odamlarni aytib qo'ygan Vladimir Putin mehmonga. Ayniqsa Sino aytib qo'ygan. Endi mana shunday holat, endi Moskvadagi G'alaba paradi, G'alaba bayrami shunda xavf ostidami, dronlardan himoyalanmaganmi? Chunki Kremlga ham borib urilyapti-da dronlar. Endi hozirgi holatda maksimal favqulodda holat rejim e'lon qilinadi. Bu havoda uchadigan har bir jismni maksimal ravishda himoya qilinadi, lekin bugun dronlarni ko'ryapmiz. Mana degan tizimdan ham kichkinagina o'tib ketib qolyapti-da va u juda ham katta zarar yetkazishi mumkinligini bildiryapti va bu qandaydir bir siyosiy obyektlarga emas, shaxslarga qaratilsa bu juda ham xavfli va ko'plab davlat rahbarlari xavfsizlik nuqtai nazaridan bu taklifni rad etishga qaysidir ma'noda huquqli bo'lib qoladi. Ya'ni kechirasiz, biz bormoqchi edik, boramiz ham, lekin xavfsizlik masalasi ta'minlanmaguncha 100%, chunki buni hattoki davlat rahbarlari o'zlari ham aytishmaydi. Buni protokolga mas'ul bo'lgan xodimlarning o'zi ham aytishi mumkin. Xavfsizligini, ya'ni davlat rahbarlarining xavfsizligiga mas'ul bo'lgan bo'linmalar ham aytishi mumkin. Ya'ni u yerdagi toki qaysi tashrifga qat'iy nazar xavfsizlikka javob beradigan bo'linmalar agar o'sha shaxsni, davlat rahbarini hayotiga 1%, 0.1% bo'lsa ham xavf bo'lsa, qaytarishga huquqiga ega bo'ladi va qaytaradi ham. Hattoki rozilik ham so'ramasdan. Ularni siyosat ham, iqtisodiyot ham qiziqtirmaydi. Yo'q, ularning bitta maqsadi xavfsizlik. Chunki millatning yetakchisi boryapti, uni jonini qo'yib bo'lsa ham himoya qilishga. Bunday paytlarda osmonda bemalol dronlar uchib qushlarda yoqqa bu yoqqa chug'urlashib yursa, u juda xavfli va buni biladi va ana shunday nozik tomondan Zelenskiy foydalanib qolyapti. Ya'ni hozir 9-may o'tib olmasdan oldin men qanday taklif qo'ysam ham qabul qiladi va shu orqali men 30 kunlik sulhni imzolatib olishim mumkin deb o'ylayapti. Ya'ni 9-may tufayli 30 kunlik sulhni imzolatib olish shu bahonada. Ya'ni bu yerda Zelenskiy tinchlikni, sulhni xohlamayotganida emas masala. Qaytarma ko'paytirib, shu bahonada hozir nima desam o'tib ketadi degan bir vaziyatda bo'lasizda. Shuning uchun ham hozir bu yerda bo'lib ham yubiley 80 yillik va qaysidir holatda bu bayramning rahbarlar uchun bekor bo'lishi bu juda ham katta narsalarga putur yetkazadi. Chunki boya aytganimdek, bu allaqachon siyosiy tadbirga aylanib bo'lgan 9-may paradi. Va bu yerda asosiy masala u yerda o'sha paradni kuzatish emas, o'sha yerda bo'ladigan muloqot muhim. U yerda noformal muloqot muhiti shakllanadi va shu yerda yirik siyosatchilar, davlat rahbari muloqot qilib, qaysidir joylarda soatlarni to'g'rilab olishadi. Va bu yerda protokollashtirilmaydi bu. Ya'ni bu aytganimdek, o'ziga xos muloqot muhiti shakllanadi bunday tadbirlarda. Mana shunday narsalarni qo'ldan boy bermaslik uchun albatta hozir Rossiya tomoni rozilik ham berishi mumkin bu narsaga. Va bu yerda yana bir jihati ham borki, ya'ni hattoki o'sha sulhga kelishmadi ham, dronlar hujumi bo'ldi. Kremlga yetib bormadi ham deylik. Ya'ni mamlakatning bir qismida dronlar hujumi bo'layotgan paytda havo hujumidan mudofaa qo'ng'iroqlari chalingan, havo mudofaa tizimi ishlayotgan bir paytda Kremlda parad o'tkazishlik ham juda ham katta reputatsiyon yo'qotish bo'ladi. U yerga davlat rahbarlari samolyotda keladi, ular poyezdda kelmaydi-ku o'zi. Yo'q, keladi, lekin ya'ni mamlakatda bo'lganim, ya'ni bu ham boshidan boshlanadi. Boshidan boshlanadi. Masalan, Ozarbayjon prezidenti yo'ldan qaytgani, boyga bu tarafi ham bor, lekin mamlakatda o'zi notinch bo'lganda parad o'tkazishlik Rossiyaning mavqeiga ham to'g'ri kelmaydi. Bu bir tarafidan. Ikkinchi tarafidan bu juda ham to'g'ri qayd etildi. 9-may ko'pincha o'sha uchrashuvlarda va nutqdagi prezident Putinning nutqlaridagi ko'proq fashizm bilan bir qatorda millatchilik degan so'zni qo'llaryapti. Millatchilik bu fashizm davridagi millatchilik emas. Ya'ni Ikkinchi jahon urushi g'alabaning 80 yilligining kontekstini Ukrainaga bog'lab olishga urinishlar borda. Va mana shu holatni amalga oshirishga unga yo'l bermasligi ham mumkin. Nazarimda bu ham endi
har qanday sulh avvalo qandaydir voqea uchun, hodisa uchun bundan o'tib olaylik, yana urushni davom ettiramiz ko'rinishda emas, haqiqatdan ham tinchlik xohlayotganligini ko'rsatishni bir namunasi, vositasi. Agar bu yerda shunday ma'no bo'lishi mumkin, ya'ni tinchlikni haqiqatdan ham xohlasa Rossiya tomoni ham muzokaralarga rostmana kirishsin va tinchlikni ta'minlash uchun dastlabki qadamlarni tashlasin. Endi bu qandaydir kelishilgan qadam ham bo'lishi ham mumkin yoki Zelenskiyning o'zining tashabbusi ham bo'lishi mumkin va ko'p jihatdan bu diplomatik tarafdan ustunlik hozirgi kunda bu Zelenskiy tomonidan bo'lyapti. Ya'ni endi reaksiya bildirish kerak, Putin yoki qandaydir rejalarni o'zgartirish kerak va katta bosim ostida qolishligi tayin. Nazarimda agar Zelenskiy taklif qilayotgan shartga rozi bo'lib paradni o'tkazadigan bo'lsa ham bu Putinning mavqeyiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni u kuchli va u shartini o'tkazadigan tomon emas, kuchsiz va Ukrainaning shartlarini qabul qiladigan tomon bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda juda ham bir noaniq bir qandaydir bir vaziyat yuzaga kelayotganligidan dalolat beradi. Qo'shimcha bo'lsa ham. Fikrga qo'shilaman. Qaysidir ma'noda diplomatik axborot kurashi bo'lyapti va bu yerda shartlar bu ko'proq qaysidir ma'noda Trampning o'sha fikriga ta'sir etishga urinish ham bo'lyapti-da. Ya'ni Rossiya tarafi ham biz tinchlikni xohlaymiz deb bildirishga harakat qilyapti. Ukraina ham biz ham tinchlikni xohlaymiz deb turib, u qaytadan ko'proq muddat sifatida qolyapti. Endi qaysidir ma'noda hozir to'p axborot siyosiy diplomatik holatdagi to'p Putin tarafiga o'tganini ko'rishimiz mumkin va endi Putindan ham qaysidir ma'noda javob yurishi ham bo'lishi mumkin. Bu Hindiston-Pokiston tirashuvi endi bu ko'p muhokama qilinyapti. Hozircha jiddiy o'zgarish yo'q bu mavzuda, lekin Amroqo'chi bizda bitta video bor, shuni qo'yib bersangiz. Xitoy Himolay tog' tizmalarida mashg'ulot o'tkazgan to'g'risi mana. Aynan Hindiston bilan chegarada artilleriyasi bilan mashg'ulot o'tkazishni boshlagan. Ogohlantiruvchi. Qarang. Shuningdek, nima deydi? Keskin harbiy harakatlardan tiyinishga chaqiruvchi harakat. Ya'ni Xitoy pozitsiyasini ko'rsatib qo'yaptimi deymanda, ya'ni biz Pokiston tarafida bo'lish ehtimolimiz bor demoqchimi bu bilan? Qanday baholashga? O'zi umuman Xitoy Pokiston tirashuvida Xitoyning harakatlari va uning pozitsiyasi o'zi umuman va mana shu vaziyat, mana shu mojaro qayerga qarab ketyapti? Ya'ni bu yerda masala shunday iboratki, bu diplomatik yo'l bilan masalan Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida va xalqaro forumlar doirasida Xitoy Pokistonni qo'llab-quvvatlab kelyapti, buni yashirayotgani ham yo'q. Ya'ni masalan tinch yo'l bilan hal etishlik degani hozirgi holatdagi status quoni saqlab qolish degani. Ya'ni o'sha hududda 3 qismga bo'lingan bo'lsa va o'sha Xitoy tarafidan nazorat qilinadigan hududlar avval Pokiston nazoratida bo'lgan hududlar hisobiga shakllanganda va mana shu Kashmir borasida, ya'ni qarama-qarshilikda ko'proq iqtisodiy tarafidan yutqizishi mumkin bo'lgan tomon bu Pokiston, ham harbiy tarafdan ham notenglik mavjud va Xitoy bu yerda Pokistonni qo'llab-quvvatlash orqali avvalo o'zining iqtisodiy manfaatlarini, u qurgan infratuzilma loyihalarini va aynan Hind okeaniga, aynan shu Malakka bo'g'ozini aylanib o'tgan holatda juda ham tig'iz tirband hududda u yerda xuddi bu nima singari Suash kanali yoki boshqa Panama kanali singari navbatda turiladi-da va uni iqtisodiy holatlari ta'sir ko'rsatadi. Mana shu loyiha, mana shu yo'lni saqlab qolishlik avvalo mana shu hudud orqali olib o'tiladi. Ya'ni asosiy yo'l hisoblanadi. Bu savdo yo'li shu yerdan o'tgan. Ya'ni mana bu hududda ehtimoliy bo'lishi mumkin bo'lgan konfliktda qandaydir konfliktni oldini olishlik va konflikt yuzaga keladigan bo'lsa qaysi tomondan bo'lishi mumkinligini ochiq bu yerda bayon qilyapti va u diplomatik faollashuvni ortida naqadar jiddiyligini ko'rsatish avvalo harbiy tayyorgarlik bilan bo'ladi. Har bir diplomatning ortida qurol turadi degan gap bejizga emas. Faqat diplomat uni aynan muloyim va madaniy tarzda bayon qiladi xolos. Va diplomatik qo'llab-quvvatlash va xalqaro maydonga ko'proq hozir axborot sizilyaptiki, jamoatchilik fikrini hatto o'sha Ukrainadagi urush bilan bog'liq, Yaqin Sharq bilan bo'lgan muammolardan ko'ra ko'proq bu muammoga tortishga harakatlar bor. Va maqsad nima?
ya'ni ikki yadro quroliga ega bo'lgan davlatni o'rtasiga urushga borishi mumkin bo'lgan holatni oldini olishlik, jahon jamoatchilik bosimini o'tkazishlik va sababi hozirgi kunda ya'ni bu qarama qarshilikni asosiy ritorikani faol tashabbuskori deymizmi amalga oshirayotgani bu Hindiston tomoni va unga ichki holat ham bunga ta'sir ko'rsatyapti va ma'lumotlarga qaraganda Kashmir hududini o'ziga juda ham ko'plab askarlarni jamlagan, ya'ni askarlar jamlanishi, qurol-yarog' to'planishi bu katta urush avvalidagi bir holat bo'lishi mumkin. Pokiston tomoni ham 100 mingdan ortiq askarlarni jamlaganda, Pokiston, Hindiston hatto shu undan ham bir necha barobar ko'proq. Va bu tomonlarning juda ham jiddiy qarama-qarshilik yoqasi turganligini ko'rsatadi. To'g'ri, ya'ni yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar yadro qurolini hech qachon qo'llamaydi degan bir ibora bor. Qo'llash haqida gapini o'zi qo'llagandek effekt beradi. Va shu holatgacha bungacha bormasligi uchun G'arb bir tarafdan, Xitoy boshqa tarafdan bu tomonlarga bosim o'tkazib, ularni hovuridan tushirib, ya'ni bu Pokiston bilan Hindiston urushiga aylanib ketmaslikka urinishlar bor. To'g'ri, endi buni evaziga nima bo'ladi? Ya'ni mana shu Kashmir mintaqasidagi terrorchi guruhlarga nisbatan yoki shunday ayirmachi kayfiyatdagi guruhlarga nisbatan qandaydir bir tartibga solish choralari ko'rilsa kerak. Ya'ni o'rtadagi yo'l shu. Davlatlar o'rtasidagi urush emas, ya'ni cheklangan harbiy amaliyot, bir aksil terror operatsiyasiga o'xshagan holat bo'lishi mumkin. Bular hammasi vaziyat, uni Jahongir aka balkim shu suhbatlarda aytib o'tgandirsizlar, ya'ni qachonlardir qo'yilgan shu noto'g'ri qadamni hozirgi kungacha oqibati sifatida ko'rilyapti va buni qo'zg'alishi ko'pincha ya'ni bu Hindiston va Pokiston o'rtasidagi og'riqli nuqta va og'riqli nuqtani har qanday holatda qo'zg'ashi mumkin va bu og'riqli nuqtani yaratgan bu G'arb. Demak, bu yerda manfaat ham ko'proq G'arb bu urushdan emas, aynan mana shunday keskin holat yuzaga keltirish orqali qurol-yarog' savdosi, yangi xavfsizlik alyanslarini tashkil qilishlik yoki Xitoyga qarshi aksil Xitoy koalitsiyasida Hindistonning ishtirokini oshirish kabi yoki bir makon bir yo'lning muqobili bo'layotgan iqtisodiy koridor deb nomlanayotgan Hindiston bilan bog'liq bo'lgan yangi loyihalarni faollashtirish, yana boshqa buni ortib turgan maqsadlarga ham borib taqalishi mumkin.